Aholini sifatli ichimlik suvi bilan ta'minlash hamda zamonaviy kanalizatsiya infratuzilmasini yaratish bo'yicha Qashqadaryo viloyatida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Mazkur jarayonda xalqaro moliya institutlari ham ishtirok etyapti. Yangi loyihalar natijasida esa minglab aholining turmush farovonligi yanada oshadi. Prezidentimizning tashabbusi bilan Qarshi shahrida Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki ishtirokida loyiha qiymati 56,8 million dollar bo'lgan Qarshi shahri kanalizatsiya tizimini rekonstruksiya qilish va qurish loyihasi jadal sur'atlarda olib borilmoqda. Loyiha doirasida bir kecha kunduzda 60 ming kub metr oqova suvni tozalash quvvatiga ega inshoot barpo etilyapti. Qariyb 149 kilometrlik kanalizatsiya tarmoqlarini qurish va rekonstruksiya qilish, shuningdek nasos stansiyalarini modernizatsiya qilish ishlari olib borilyapti. E'tiborli jihati, oqova suv tozalash inshootida kanalizatsiya suvlari qayta ishlanib, undan biogumis berikiti tayyorlash yo'lga qo'yiladi va 95% yuqori filtrda tozalangan oqova suv qishloq xo'jaligiga ham yo'naltiriladi. Loyihaning asosiy quvvati bir sutkada 60 ming kub oqova suvni qayta ishlash quvvatiga ega. Shaharning bemalol chiqayotgan chiqindisini qayta ishlash kuchi degani bu degani. Loyihani 2027-yil ikkinchi choragida tugallash mo'ljallangan. Loyihaning qurilish jarayonida 200 dan ortiq o'zimiz mahalliy aholi ishlayapti. 30 dan ortiq texnikalarimiz ishlayapti. Loyiha to'liq ishga tushgach, Qarshi shahrida hosil bo'ladigan oqova suvlar zamonaviy standartlar asosida chuqur biologik tozalashdan o'tkaziladi. 50 ta mahallada oqova suv xizmatlari yaxshilanadi. Fransiya taraqqiyot agentligi mablag'lari hisobidan yana bir yirik loyiha Shahrisabz va Kitob shaharlarida kanalizatsiya tizimlarini kengaytirish ishlari olib borilmoqda. Qiymati 80,3 million dollarni tashkil etgan loyiha doirasida Shahrisabz va Kitob shaharlarida 2 ta suv oqova tozalash inshooti, 14 ta nasos stansiyasi barpo etiladi. 517 kilometr kanalizatsiya tarmoqlari quriladi va rekonstruksiya qilinadi. Bu orqali 64 ta mahalladagi oqova suv xizmatlari yaxshilanadi. Kitob tumani markazidagi 28 ming aholi ilk bor ushbu tizimdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Hurmatli prezidentimizdan Qashqadaryoga alohida e'tiborlar natijasida yirik 3 ta loyiha amalga oshirilmoqda. Birinchi loyihamiz bu Koson, Muborak tumanlarini suv ta'minotini yaxshilash loyihamiz. Loyiha Saudiya taraqqiyoti va OPEC mablag'lari hisobidan amalga oshirilmoqda. Bu tizim ichimlik suvini to'liq laboratoriya me'yorlariga javob berishi, inson omilisiz boshqarilishi, SCADA tizimi to'liq raqamlashgan holda amalga oshirilmoqda. 2017-yil ta'minlanish darajamiz 20,8% tashkil qilgan bo'lsa, bugungi kunga kelib ta'minlanish darajamiz 61,8% ga yetdi. Bundan tashqari Shahrisabz turizm markazida ham tashqi ichimlik va oqova suv tarmoqlarini qurish loyihasi amalga oshirilmoqda. Loyiha doirasida bir kecha kunduzda 10 ming metr kub quvvatga ega suv tozalash inshooti, 2 ming metr kub quvvatli oqova suv tozalash inshooti, 15,6 kilometr oqova, 27,5 kilometr ichimlik suv tarmoqlari tortish ishlari amalga oshirilyapti. Shu paytga qadar ushbu hududda oqova suv tarmog'i bo'lmagan. Sor tog'lari etagida, dengiz sathidan 1060 metr balandlikda Qoradaryo bo'yida ichimlik suvini tozalash inshootining bunyod etilayotgani tog' qishloqlari aholisini ham toza ichimlik suv bilan ta'minlash imkoniyatini yaratadi. Rezervuar qurilish ishlari va birlamchi tindirgich suvni zararsizlantirish bo'limi hozir qurilish ishlari boshlangan. Qoradaryo bo'yidan suv olinib, birlamchi tindirgichlar orqali tindirilib, filtrlanish bosqichi o'tgandan keyin rezervuarga o'tadi. Keyin xlorlash bo'limidan zararsizlantirib aholiga suv yetkazib beriladi. Buning uchun 27,5 kilometr ichimlik suv tarmoqlari tortildi. Bu orqali ushbu hududda yashovchi aholi va kelayotgan sayyohlarni to'laqonli toza ichimlik suv bilan ta'minlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Suv ta'minoti va oqova suv tizimining yaxshilanishi nafaqat kundalik turmush sifatini oshiradi, balki hududlarda sanitariya holatini yaxshilash, kasalliklarning oldini olish va ekologik barqarorlikni ta'minlashda ham muhim omil bo'ladi.